Bir oyda 10 kilogramdan 15 kilogramgacha vazn tashlamoqchimisiz? Unda ushbu video aynan siz uchun. Endi zamonaviy endokrinologiyada birgina dori orqali hech qanday bariatrik amaliyotsiz va liposaksiya amaliyotsiz ham ozish imkoniyati bor. Bu dori nomini videoni oxirida aytib o'taman. Bu dorining birinchi xususiyati ishtahani bloklash orqali organizmga ortiqcha kaloriya kelishini oldini oladi. Ikkinchisi qondagi qand miqdorini me'yorlashtiradi. Bu orqali insulin rezistentligini kamaytiradi. Uchinchisi metabolik sindromni yaxshilaydi. Bu esa albatta vazn tashlashingizga yordam beradi. Bu dori vrach nazoratida to'g'ri olib borilsa, albatta o'z natijasini beradi. Uning qo'llanilishi bir haftada bir marta qorin atrofiga inyeksiya orqali qo'llaniladi. Bu esa ikkinchi toifa qandli diabeti bor insonlar uchun juda ham qo'l keladi. Bu dori nomi Ozempic. Agar bu dori haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, albatta opsioniyani o'qing. Bu videoni bariatrik amaliyot o'tkazmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying.